Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valehu ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa, As'ad as-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi ve adillatuhu degan yangi zamonda yozilgan Hanafi fiqh haqida yozilgan kitob. Endi biz bugün kelgan dersimiz bo'lsa, biz bundan burun taharetning farzlari va g'uslning farzlari, uni sunduruvchilar, vojib qiluvchilar degan shularni hammasi bayon qilib o'tgan edik. Endi bugungi darsimizdan boshlab nima so'raymiz? Shu tahoratni oladigan asbob, vosita nima? Suv shuniki tahorat ilish joiz bo'ladigan suv, tahorat ilish joiz bo'lmaydigan suvlarni so'zlab o'tamiz. Endi bugungi bu so'zlaydigan bo'lsa, babu al-miyahillati tajuzu biha tahara. Tahorat ilish joiz bo'ladigan sularga o'tadi. Avvalan bizga endi takrorlash sifatida hadaslarni taharatsizlik. Hadas degani nima? Tahoratning sinishi. Taharatsizlik, bitaratlik degan. Shuni endi takror sifatida so'zlab o'tadi. Ahdas degan al-hadasul asghar va hadas akbar ikkiga bo'linadi. Bir kichik taharatsizlik, yana bir cho'ng taharatsizlik. Endi kichik taharatsizlik va huwa kichik taharatsizlik degan birisi nima? Ya'ni uni kichik tahorat vojib bo'lgan ahvol nima? Kichik taharatsizlik. Usurash degandek tahorat sunduruvchilar. Endi va huval janaba. Endi va hadas akbar degan desa, cho'ng taharatsizlik bo'lsa, junubluq, al-janab junubluq va al-hayd degan hayz ko'rab qilish va nafas degan nafas ko'rab qilish, nafaslar bo'lib qilish. Tug'utdan keyin nafas kelishi va xun kelishi nima? Cho'ng taharatsizlik. Bunda odamning cho'ng taharati sinib ketgan bo'ladi. Endi val anjas bizda endi bir asvani va anjas, nijosat deb nasaba. Bu nijosatlar o'zi nimadir? Nijosatlar bu hiyal bawl, suyduk val g'oid, cho'ng taharat, poq desam bo'ladi. Va damus sa'il, aqdigan qon va damul hayd. Aqdigan qon deganda aqmaydigan qon nima bo'lmaydi? Nijosat bo'lmaydi. Va damul hayd degan hayzning qoni va nafasning qoni va mazi va vadi va qay idab mal al-fam. Eg'iz to'shqichi qusqandagi qusuq. Bularning hammasi nima? Nijis bo'ladi. Demak, biz sizlarga hadas asg'ar, hadas akbar va anjaslarni tushunib bo'ldik. Endi tahorat degan nimadan bo'ladi? Mush narsalardan bo'ladi. Ya hadas asg'ardan bo'ladi, ya hadas akbardan bo'ladi, ya nijosatlardan bo'ladi. Mushu hadas asg'ardan, hadas akbardan, hadas va nijosatlardan poklaydigan narsa nimadir? Pak sudur. Pak sudur. Endi bu pak su qancha qism bo'ladi? Pak suning qismini deydi. Va taharatul ahdasi bima isam. Endi mushu yuqoridagi taharatsizliklarni paklash nima bilan bo'ladi? Osmon suvi bilan va ma'ul bahr dengiz suvi bilan va quduq ma'ul bir quduq suvi bilan va ma'ul thalj qor suvi bilan va ma'ul barad mo'ldir suvi bilan va ma'ul nahr daryo suvi bilan bo'ladi. Endi qor suvi degani qor bo'lmaydi. Qor cho'qib elib suluq holatga kelish kerak. Qorning o'zi tahorat bo'lmaydi. Mo'ldirimiz muzliq holati bo'lmasa bo'lmaydi. Elib sovuq holatga kelish kerak. Suv bo'lish kerak. Amma ma'usam dalil kelgan. Amma osmon suvining dalili tani qavlihi ta'ala Alloh taolaning va anzalna minas samai ma'an tahura. Sura Furqonning 48 oyatidagi biz osmondan poklovchi suvni tushirdik. Maylik ma'an tahur degan nima? Tahur degan poklovchi, mutahhir degan bo'ldi. Mutahhir. Tahir degan boshqa, tahir boshqa, nima? Tahur boshqa. Tahur degan o'zi ham pok va poklaydi. Lekin tahir degan o'zi pok. Kim yo'q qolsa namoz o'qilib bo'ladi. Lekin tahorat og'ir bo'lmaydi. Masalan, asil ichadigan ichimliklar bormi? Ichimliklar o'zi pok. Lekin unda tahorat og'ir bo'lmaydi. Lekin tahur bo'lgan chog'da tahorat og'ir bo'ladi. Tushunarlimi? Shuni bilaman. Va yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi va yudhiba ankum rizqa shayton. Yana bir dalil bo'lsa, Alloh taolo sizlarga osmondan suvni tushirdi. Nima uchun tushirdi? Liyutahhirakum bihi. Yani sizlarni bu suv bilan poklash uchun tushirdi. Va yudhiba ankum rizqa shayton. Nima uchun tushirdi? Sizlarning shaytonning nijosatlarini ketkizish, yo'qotish uchun tushirdi. Demak, tahuraniki mutahhir degan ma'noligini biz oyatdan nima qildik bildik. Tuandagi oyatdan tahur nimasi ekan, mutahhir ekan deganni bildik, xo'sh. Endi Alloh taolo xalaqallohul ma'a tahura. Alloh taolo suvni dastlab yaratganini nima qildi? Tahur, poklovchi qilib yaratdi. O'zi ham pok, ham poklovchi qilib yaratdi. La yunajjisuhu shay. Suvni hech nima qilolmaydi, nijis qilolmaydi, unday bo'lgan ekan. Illa faqatla ma ghayyara lawnahu. Suvni qanday narsani his qila oladi faqatlam? Suvning rangini, ta'mahu yoki ta'mini
yoki rihasuniki puruqini, hidini o'zgartirib o'tgan narsalar suniki suni nijosatga, agar shu narsa nijis bo'lsa, suni nijosatga aylantira oladi, ammo undan boshqa narsa suni nijosatga aylantira olmaydi. Ya'ni suning suluq tabiati bor. Tabiul ma nima? Suniki tabiul ma suniki rangi, puruqi, hidi. Shuni o'zgartirib olsa, shu chaqda suni agar shu narsa nijis bo'lsa nijosatga aylanadi. Va amma ma'ul bahr amdi dengiz suyining misoli, dengiz suyi. Nima uchun dengiz suyi tartag'li bo'ladi desa, kalima rava Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladigan deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dediki, bir odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib dedi: "Ya Rasululloh, inna narkabu fil bahr, biz dengizda nima safinaga, degan kemiga chiqamiz. Va nahmilu ma'ana qalila min al-ma', biz o'zimizdan ozroq suv ko'tarib olamiz. Fa in tawadda'na bihi fa'atashna, agar u suv bilan tahorat olsak usab qolamiz. Afana tawadda'u bihi, mush suv bilan tahorat olamizmi?" dedi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Dengizning suvi poklig'idir. Uning suvi bilan tahorat og'ili bo'ladi. Al-hillu maytatuhu, dengizning tutib o'zi ulab qolgan narsa nimadir? Haloldir. Tushunarmi? Dengiz bunda tashqariga etayotgan, dengiz tashqariga etayotgan yoki qamoq bilan tutib dengiz suvdan ayirib o'lgan narsamiz pichoq suygan bo'lsa nima? Haloldir. Ammo dengizning ichida o'zi ulab qilib, laylab chiqib qolganicha buni yeyib olmaydi. Suda ulab qilib, laylab chiqib qolgan narsani yeyib olmaydi. Ammo suvdan chiqib, suv etayotgan dengiz sohiliga yoki biz tutib qamoqda tutib ulab qolgan narsani yeyib olmaydi. Uni pichoqda bo'g'izda shart emas. Famautu ma ya'ishu fil ma, hamda suvda yashaydigan narsaning ulab qilishi idza mata fil ma. Suvda qachon suvda ulab qolsa, suvda yashaydigan narsa suvda ulab qolsa nima la yufsiduhu, suvni buzib etmaydi. Va huwa ma kana tawaluduhu wa mathwahu fi. Ya'ni suvda yashaydigan narsa qanday narsa, suvni buzmaydigan, suvda yashaydigan narsa qanday narsa desa bo'lsa, nima suvda tug'iladigan va suvda yashaydigan narsa. O'zi suvda tug'iladigan, suvda ko'paydigan, suvda yashaydigan narsa. Demak, timsoq buni kelmaydi. Timsoq suvda tug'ilamdi. Timsoq nerede tug'iladi? Shu qanaqa timsoq agar quruqlikda qutqum qilib quruqlikda tug'ilib suvga tushsa, agar suvda ulab qolsa, suvni najis qiladi. Ammo suvda tug'ilib, suvda ko'payib suvda yashaydigan bo'lsa, quruqlikqa bir chiqib kelgan taqdirdami, najis suv najis olmaydi. Shuni qarasanglar bo'ladi. Timsoq so'z. Xuddi biliqdagi dengizda ko'payib, dengizda tug'ilib, dengizda yashaydigan narsa bo'lishi kerak. Savaun kana lahu damun sa'il, uniki aqdan qini bo'lsin, amla yoki aqdan qini bo'lmasin, o'xshash. Vallazi yata'ayyashu fihi, va amma suvda yashaydigan va la yatanaffasu fi, suvda nafas olmaydigan narsa katayril ma, suv qushlarga o'xshash, fa innahu yunajjisu, suvni najis qiladi. Me'adin ma dalildan qaraganda suv shungursa suvda nafas ola oladigan narsalar. Masalan, timsoq ma jihatdan qaraganda timsoqdan nechta keladi? Suvda ulab qolsa najis olmaydigan qatorga kiradi. Chunki timsoq degan suvni ichidan nafas ola oladi. Ammo g'oz, o'dak, to'xtamay suvda o'ynaydigan, beliqchi degandek, turna degandek suvda o'ynaydigan, suvda beliqchi o'ynaydigan narsalarchi suvga shungursa ulab qoladi. Demak, bular nima qilsa, suvni buzadi, nijosat qiladi. Va amma ma'u thalji wal barad, amma qor suvi va mo'ldir suvi, endi qor va mo'ldir suvi, thalj qor degani birisizlar, mo'ldirni birisizlar. Buning suvi Falima rava Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisi, bunday dedi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan edi. Rasululloh idabta tahassalata sakata haniyatan. Rasululloh namozni boshlaganda birdan sukut qiladi, shukrati. Faqat dedimki, o'zlariga ota-onam pido olsin ya Rasululloh. O'zlari sukut qilgan vaqtda nima deylar takbir bilan qiroatning orasida desam, qala Rasululloh bunday dedi. Aqul bunday deyman. Allohumma ba'id bayni va bayna xatoyaya kama ba'adta baynal mashriqi wal maghrib. Ey Alloh, men bilan mening xatoligimning orasini xuddi mashriq bilan mag'ribning orasini yaratgandek qilib qo'ysalar. Allohumma naqqini min xatoyaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Ey Alloh, mening xatoliklarimni xuddi oq kiyim kirdim paklangandek paklasalar. Allohumma ghsilni min xatoyaya kama bil ma'i wa thalj wal barad. Ey Alloh, mening xatoliklarimdan suv, qor, mo'd bilan yuvasila deyman degan edi. Mishada الشاهد نادى الشاهد بشهد بالماء والثلج والبرد. Yani من خطالقlarımız kar, su, kar, möd ile yuvaslar degandikin, yuvish degan nima bilan bo'ladi? Suv bilan bo'ladi. Demak, ma'u thalj degan gap g'asl degan nima bilan bo'ladi? Suv bilan bo'ladi. Lekin thalj nima keltirdi? Biz g'asl, thalj ikkisini birlashtirsak, ma'u thalj
Ma'ul barid diye hüküm müşenneminin çıkıdı o. Müşenneminin çıkıdı diyen gap. Ve amma ma'un nehar derya suyundaki paklığının delili Felima ruya İbn Abbas radıyallahu anh rivayet kılan hadisini ciddetinde durdu. Uzatmak dedi. Behrani iki deniz var. La yedurruke min eyyihima tevadda'te. Bu ikisinin kaysını tartarsan sana zarar yetkizmeydi. Biri ma'ul bahar, biri deniz suyu ve ma'ul furat. Yani biri Furat deryasının suyu. Furat Irak'taki bir derya, Furat diyen. Derya. Şöyle ama bizimki Kırgızistan, Türkistan, Özbekistan'da bağ derya diyen. Ve amma ma'ul bir emdi kuduk suyundaki pak buluş uçudu ise Felima rava Ebu Seyyid Hudari radıyallahu anh hadisini tüfeyledin. Uzatmadak dedi. Marartu bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen ben Peygamber aleyhisselam'ı öttüm. Ve huve yeteveddau min bi'li buda'a. Halbuki Resulullah buda'a kuduqudun taharet el ötüptüken. Fekultu, ben dedim ki eteteveddau minha ve huve yutrahu fiha ma yukrahu minen netin. Ya Resulullah, buda'a kuduqudun terdalamla bu kuduqqa nait sesi tab bir nesile taşlandı, yaman körülüdüğün nesile taşlandığın tutsa desem, fakal Resulullah mıdır dedi. El-ma la yuneccisuhu şey. Su ne? Hiç deme necis kılanmaydı. Ve fi rivayet, yeni bir rivayette dedi ki el-ma'u tahurun la yuneccisuhu şey. Su diyen pak ve paklaydı, onu hiç deme necis kılanmaydı o dedi. Em demiş şahidi ki ve ma'na la yuneccisuhu şey. Su ne? Hiç deme necis kılanmaydı diyenin manası yani ma dama la yugayyiruhu. Yani su ne? Sunun suluk tabiatini özgərtib atmagan muddətdə sunu nima qılanmaydı? Sunu necis qılanmaydı. Ve amma ida gayyarahu. Amma kelgen necaset nasiler sunun suluk tabiatini özgərtib atsa fekennehu akhrajahu an kevnihi mesela xuddu onun suluk tabiatini çıqırıb etkendek buludu. Fema baqiya ala tuhuliyetihi. Onun ucaqda onunki paklaş degan sübut bilen qanmaydı. Vel kelamu emdi bida'a quduqudaki üstüdeki boğan kalam bolsa ve ma'uha kesir. Belki kalan Resulullah'ın sözü bida'a kuduğu suyu bulabatıdı. Halbuki o bida'a kuduğunun suyu nait köp idi. Bida'a kuduğunun suyu başka kuduğuna gerek az emez intayin köp idi. Ve amma idâ kanal ma'uqal amma su az bolsa fe innehu yeteneccesu bi vuku'in necase. Su az bulap kalsa necasetin uçuşuyla ve su necis buludu. Ve adetun nas fil cahiliye. Cahiliyetteki ve İslam'daki kişilerin adeti tenzihul miyah ve sunuha an necasat. Yani Allah Teala insan diye yardım atkan fitra nemene talep kılıdı o? Sunu pakı su için talep kılıdı. Yani tenzihül miyah sularını tazelaşını ve sularını necasetlerini saklaşını takaza kılıdı şu adet kıkken. Cahiliyette ve İslam'da hem edemde. فَلَا يُتَوَهَّمُ اَنَّ السَّحَابَةَ وَهُمَ تَرُ النَّاسِ Şu oyunla guman kılıp kalmışsın ki sahabeler kişilerin en pakizrakı ve olanınki en pakizrakı durup كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ عَمْدًا مَعَ اِزَّةِ الْمَاءِ فِيهِمْ Ulan şu ne? Su ulanın işte şundak izzetlik, şundak kadirlik yani kıymetlik turup şundak kılattı. Kasten şundak kılattı. Ve innema kana zalika andak buluşu min ecli enne hadihil bir. Emdi nemişka bida'a kudukudun tarat alattı dedi sana deydi. Çünkü min bu bida'a kuduku kanet fil erdil munkhafida nima demek ki ve innema kana zalik yani o sahabedeki o bir yere necaset çulgan bolsa bunu tarat alsak bulamdı dep müda deyişi sebep çünkü bida'a kuduku fil erdil munkhafida oyman yerdeydi oyman değil çuka oyman bir yerdeydi ve kanet suyul seller necasetlerini kütürüp elip yolladın muşu kuduka taşlaydı. Vakila ve yine bir edilişçe kânet rihutel yani buran çıkıp şu kuduka taşlaydı ve yacuzu en yekûne seylu ve rihine ya sel çıkıp buran çıkıp eşkinisi şu kuduk taşışam caiz. Vakila yacuzu enel munafikine kâne yefalûne kezalik yani münafıklar gelip necasetlerine gelip şu kuduka taşlaydı deyilip tu hem de ışkılıp hulaseti kalam muşu kudukunu mu düşetti necasetler düşetti. Şuna oldu mu? Ve kânet bi'ru bida'an kuduku tariqan lil ma'i ila'l basatin. Medine'deki xormu bağlarına sunun mağadıgan bir yolu idi. Sular kilip muş kuduqu düşüp yine sudan çıkıp nemege mağadı kitap ütüp gidetti. Bağlar ütüp gidetti. Fakanal ma su bu kuduqda qarar amaytdı, tumaytdı, ihtiratdı. Fakana hukmuha bu kuduqun hukmi xuddi ki hukmu ma'il enhar. Derya suyunun hukmi oxşaş boldu. Ve hakeza el-kavlu fîmâ kâne alâ hâzî sıfa. Yani mucu sıfatlı bolsa qanda bir kuduq mucu sıfatlı bolsa vaka'at fî mâ'ihi nice onun suyu necaset düşse bunun suyu necis olmaydı. İlla fakatlam mucu sunuki tamige bu şimdi düşken necaset bu sunun tamige ya ki rengige ya ki purqıga galip boğa vaqtıdıla
şu çağda bu su tertibinde bu suga nijasetning hukmi beriladi. Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilgan dediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi, "Al-ma'u tahurun illa ma ghalaba ala rihihi aw ala ta'mihi." Rasululloh dediki, su degan poklovchidir. Faqatlam suniki puruqiga, ya'ni illa ma ghuliba ala rihihi aw ala ta'mihi. Faqat suning puruqiga yoki ta'miga g'olib qilinsa, shu chaqda bu su tahur bo'lmaydi, poklovchi bo'lmaydi. Ammo shu puruq bilan ta'mi g'olib qilinmagan birasi besib ketmagan vaqtida shu tard og'rib bo'laveradi dedi. Va rava Rashid ibn Sa'd Abi Umamat al-Bahili radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi dediki, la yunajjisul ma'a shay'un. Suni hech qanday bir narsa najis qilinmaydi. Illa ma ghayyara rihahu aw ta'mahu. Faqatlam suning puruqini yoki ta'mini o'zgartirayotgan narsa suni najis qila oladi. Demak, va huwa mahmulun. Mushaydisning o'zi mahmulun ala al-ma'il kathir degan nurg'un suga, ya'ni ko'p suga mahmuldir. Ko'p su bo'lsa shunday. Ammo oz su bo'lsa unday bo'lmaydi. Faqat rava Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday dedi: "Iza kana al-ma'u 40 qulla." Su 40 qulla. Qulla degan nima? Ko'p, idish. Bunda ko'zining cho'ngi, kattasi shunday, ko'zining cho'ngini deymiz. Idish deymiz, qulla deymiz. Yani hozirgi zaman tong deb qo'ysak bo'ladi endi, tong. Ida kanal ma'u yani 40 tong yoki 40 idish, 40 kub miqdori suv bo'lsa, lam yahmal nima deydi? Lam yunajjisu shay, uni hech nima najis qilinmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dediki, ida kanal ma'u qadr 40 qulla lam yahmal khabathan. Suv 40 kub atrofida bo'lsa, kub miqdorida nijosatni kutilmaydi degan gap, ya'ni nijosat bo'lmaydi bu suv. وقال ابن منكدر مدادكن إذا بلغ الماء 40 قلة سو 40 قلة يعني 40 كفكيسة لم ينجس سو نجس بمايدو أمد ولا بأس في تسخين الماء demek bir şey ders bir şey olsun demek أمد bizdeki خلاصımız ne çıkıyor desanlar demek su hazır kimki ulamalarımız bizdeki 10 qilib nima qilgan 10 qilib taqdir qilgan bu kitobning oxirisi kelganda endi chiqadi taqriban nimasi qullar degan bizning vazifamiz kuchli emas. Nima demakchi? Suv cho'ng bo'lsa, suv ko'p bo'lsa demakchi. Maqsad tushundingmi? Qullar degan chunki muhammisi sahobaga to'xtab qolgan mavquf yoki kuchli sanadi sahih emas. Ammo bu qullar degan gapni biz kuchli gapirmaymiz, ammo buning ma'nosi to'g'ri. Ya'ni suv ko'p bo'lsa, suv eqib turadigan suv bo'lsa, yani agar eqib turmasa bu, yani nijosatni ko'taradigan darajada suv bo'lsa, suv najis bo'lmaydi. Ammo suv bak oz bo'lsa, nijosat kip bo'lsa, suvning suluq tabiat o'zgartiradigan bo'lsa, suv bo'ladi, najis bo'ladi. Va oxir davona alhamdulillah.